Turgan joyim unchalik qo'rqinchli ko'rinmayapti, lekin men mana qayerda turibman. Xullas biz sarguzash qidirib yana toqqa chiqdik. Mana sallaga sarguzash deb mashinamiz ham taq etib tepalikka chiqqanda buzilib berdi-ku. Noiloj sayohatimizni peshkom davom ettirishga qaror qildik. O'tgan safar ovqatimiz ustidan kuluvdinglar. Bu safar dasturxonimiz ancha to'kin sochin. Bunday qilib, yuriyamaqa deysan. Xo'pmi? Yuriyamaqa. Mevalarni ham unutmaganmiz, bijildoq suvlar. Mashinamiz buzilganini ham unutib, tabiat qo'ynida maza qilib dam olishni ham boshlavordik. Bir pasda 3 soat deganda shahardan ustalar jamoasi ham yetib kelib, mashinamizni tuzatishni boshlavorishdi. Dunyoni suv bossa, o'rdakka ne g'am degan kadr. Mashinani ham tezda yurg'izib olib, ekskursiyani davom ettirdik. Bu yerdagi manzaralar, hozir ko'rasizlar, ajoyib. Kedirem bu akşam, kedirem gülüm, kedirem gülüm, üzün solacak sensiz, kedirem gelmesen. Ko'zlarimizni go'zallikdan yaxshilab to'ydirib olib, lokatsiyani almashtirib, shashlik bilan saunani birlashtirishga qaror qildik. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu olayotgan videolardan asosiy maqsad shu tog' qo'ynida sauna degan xizmatimizni sizga sotish edi ochig'i. Videolarni kuzating, mehnatimizga baho bering, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Siz shunaqa xizmatdan foydalangan bo'larmidingiz? Bu tog'da qimmatbaho dachada dam olishdan ko'ra boshqacha kayf beradi, to'g'risi. Bir marta bo'lsa ham sinab ko'rish unaqa qimmat turmaydi. Telefon qilib to'liq ma'lumot so'rash bo'lsa, vobshim tekin. Yuragida o'tib borlarni tog' qo'ynida saunada kutamiz.